34 yil deganda uylanyapman. 34 yil. Do'stlar, bu bayram. Hay kuyov. Oshiqmang aylanib ketay. Men kelinda ammasiman. Qorovullikka kelganman. Odamda, odam. Ha, bir kun o'tmay qolmas, men narigi uyda joy taqayaman. Men 34 ga kirib, senga kim uylansin dedi. Va nihoyat bugun bizda hech kim bezovta qilmaydi. Yaxshilab keldingizmi, begim? Bu gaplarni qancha kutdim. 34 yili Hay kuyov. Oshiqmang aylanib ketay. Ko'rasam, joningizga ham tegadi. Endi men qorovulmanda. Odam shunday, odam. Bu maktabida qorovullik qilyapman. Demakki boyanmidi. Ha? Yo, hech bala ketyapman. Jishtirib o'tirib oyog'ingda. Bu 3 kunda azobi, bu 34 yilda azobidan oshib tushdi. Ha, tinganni ammang jetkilar qaytamiz. Aka. Ammang yo'qmi? Ha, kuyov. Ha, amma. Qorovulmanda. Odam. Ammanga hani Bug'doyzordagi manaqa qarovga o'xshaydi. Jonimga tegib ketish ammang ham. Kuyov. Uzr, endi bezdeklik qilyapti deb o'ylamang. To'ylaring ham bir pasda 3 oy bo'lib qoldi. Bir pas emasda. Yaxshi niyatda lalaku olib keldik kuyov. Zamonaviy texnologiyalarda ishlab chiqarilgan, bolani tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi, tursikchalik. Yangilik bormi? Qaydan yangilik bo'ladi? Hali massini ham yechgan yo'q sizni deb. Abi, nimaga? Tanimsiz qorovulga o'tiribsiz-ku qo'lingizga baylab. Odamda, odam. Ana shu o'dimni kim o'ylab topgan ekan,